Assalomu alaykum. Legendarniy Paxtakor stadioni qurib qaqshab yotibdimi deyman. O'tlari qaralmagan bir ahvolda yotibdi-yu. Tashlandiq bo'lib. Qanaqa o'yinlar bo'lib o'tgan tarixda bu stadionda qanaqa o'yinlarga shohid bo'lgan. Tak Oquy o'rtoqlar, Ark Monument Mustaqillik maydoni, ro'paramizdagi kutubxona, biznes markaz, shedevr uylari va nariga Hayot mehmonxonasi. Mana bu o'sha mashhur portlash sodir bo'lgan joy. Tak o'rtoqlar, yana mana bu adashmasam yangi qurilgan joy edi. Yonida soat. Yuqoridan qaraganda manzara qanday go'zal. Bu olam bir qara. Shu o'rinda yetib o'tish kerak. Men o'zim lekin futbolga qiziqmasam-da, kim Paxtakor stadioniga o'yinga tushganidan bir 10-15 yil oldinlar, 20 yil oldinlar bu yerda o'yinlar bo'lardi. Navoiy ko'chalarida bang'ir-bung'irlar bo'lardi. Yutqizib qo'ysa, bu ishkal, to'polon janjallar bo'lardi. Ko'rganmisizlar? Tushgan